Urmatlı araşamakkanlar Qo'chqo'rg'on liniyasini qaray bermey, o'zingizning liniyasini bir qarab qo'yaydi. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Birinchidan Alloh taologa cheksiz maqtovlar, Janob Payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Maqtov janob salatdan keyin Alloh taolo har biringizlardan qilgan ibodatingizni to'liq bilan qabul qilib, pendachilik qilib, bilib-bilmay qilgan kunlarning barlig'ini tamom bilan kechirgan bo'lsin. Shundag'inda Alloh taolo merim diladi, merim desi, Alloh taolo irayim diladi, irayim desi, Alloh taolo kechirim diladi, kechirim desi. Ushunday ulug' bo'lgan Alloh siz bilan bizni jo'xshagan yaratdi, kechirgan kuch berdi, aql berdi, umr berdi, mana shunchalik sumuluq berdi. Eki dünyada baxtlı bo'lsin deb din berdi. Din Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mehnati bilan keldi. Mana Qo'chqo'rg'onlar qancha liniyasi toza olsun, qancha birinchi o'rinda olsin, baribir o'sha mol maydonda qoladi. Mol maydonda qoladi. Siz bilan biz o'tirgan aqlashga tushdi Alloh taolo eng ashraful maxluqot, Janob Payg'ambarimizni hurmatli qilib yaratgan. Hurmatli araşamakkanlar Qo'chqo'rg'on liniyasini qaray bermey, o'zingizning liniyasini bir qarab qo'yaydi. Qarangchi, o'sha mol bo'lgan bo'lsa-da liniyasi toza bo'lgandan qancha darajasi ko'tarildi, bahsi ko'tarildi, $60,000, $1 million chiqib ketadi. Siz bilan biz o'zimizning liniyasini qarab olganimiz uchun qancha tomon dengizga tushib ketadi. O'shandan hurmatli jalpi bir to'g'anlar, uni shunday achchiq aytayin, barlig'i o'zimizning liniyasini qarab qo'yaydi. Dini cho'q kofir Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning liniyasini qarab aytib, Payg'ambarning 500 enasiga teyin eslab chiqdim, dunyosini sinab qilmoqchi dedi. 500 bizga tatavuz tanisin deb aytadi, al 500